Endilikte biz bugün İngilizcelik siyasion yoki siyosiy sotsiolog Charles Bolger yazıp kaldırgan Yakup Bey'nin tercümali mavzuluk kitaptan leksiya sözleyimiz. Kelgen yerden başlayımız hürmetlik vatandaş. Atılıq Gazi'nin ölüm haberi yetip geldi. Demek vaziyet şundaq turganda Atılıq Gazi'nin ölüm haberi yetip geldi. Biz bu haqda aniq xabarga ega bo'lishdan ilgari Yakup Bey Türkiye hükümetinin ittifaqdoshi bo'lishga qat'iy bel bog'labdi degan kulgulik bir ig'vo tarqaldi. Mushu gap shu vaqtda mayli tarqalgan ig'vo bo'lsin, mayli shu vaqtda rost bo'lsin, mushu gapning shu vaqtda shunda o'tirg'i chiqishi balki Yakup Beyga bu badavlatning keyingi taqdirini belgilab qo'ydigan bir og'iz so'z desangiz bo'ladi. Bu söz mesela Yakup Bey aniq xabarga ega bo'lishdan ilgari Yakup Bey Türkiye hükümetinin ittifaqdoshi bo'lishga bel bog'labdi. Bu so'zni Çar Rossiya qanday tushunadi? Angliya qanday tushunadi? Buni hech kim o'ylab o'tirmaydi. Mana shunda o'tirib chiqdi degan gap mushu so'z shu vaqtki Yakup Beyning o'rnini, Yakup Bey davlatining o'rnini belgilab qo'ydi degan so'z vatandosh. Degan kulgulik bir ig'vo tarqaldi. Bu bechora ümidsizlik ishidir rahmisiz. Yovuz, qarishtirib bo'lmaydigan bir dushmanga jon tikib qarishtirib o'tadi. Yakup Bey. Ahvol kishini mana shunday ahmoq qiladi. Osiyada mag'lub bo'lgan bu zot Yevropadagi ajoyib, g'aroyib narsalarni to'qib chiqarilgan kishilarning og'zida cho'ng bir masalani hal qiladigan kishi. Rossiyanın hükümranlığı ostida g'azabga kelgan butun Sharqi va G'arbi Turkistonlardagi har millat xalqining yo'l boshlig'isi bo'lib qolgan edi. Demak, shu vaqtda pasiban Yakup Bey O'rta Osiyo uchun yo'ldosh, O'rta Osiyo uchun umid, O'rta Osiyo uchun qahramon bo'lib qolgan edi. Amaliyotda Sir Forset qaytib kelgandan keyin bizning Qashqariya bilan bo'lgan munosabatimiz bir mazgil nihoyat yaxshi bo'lib ketadigandek ko'ringan bo'lsa-mu, lekin harakatlantirgich ko'z kam bo'lganlikdan ling tasma bo'lib qolgan edi. Biz Yakup Bey har qancha oprin o'qigan bilanmi Qashqariyani Rossiyaning tajovuzidan saqlab qola olmaydi. Bu işki joyning o'tirisidagi rayonlarning ahvolini o'ylagan aman bizning onunla bo'lgan nishtashligimiz darhol sovib qoladi. Görem eg'izi va yo'l bo'yi uzilmay kelayotgan yo'lovchilarning va ularning uloqlarining uruqlab ketgan holatini ko'rgunimizda Qashqariya bağları bilan yerkenning ovoz ko'chalarining nurli manzarasi ko'zimizdan g'oyib bo'ladi. Sir Forestning doklati Hindistonning boshqa taraflardan tahdidga uchrasa-mu, Kashmirning shimoliy tarafidan hujumga uchramaydiganligini aniqlab berganda kishilar xotirjam bo'lib qolgan edi. Darvaqa Xotandan Rodokka ötkili bulunduğun bir yol bulup bu yerden Hindistan'a bargıda bolattı. Ama bu yol Yakup Bey'nin kolunda bulmaganlığı için biz oylaşka tegişlik mesele katarıga kirmeydi. Ameliyatda 1874 yıldan keyin bizden Qashqariya bilan Yakup Bey'ga tutgan pozitsiyamiz, bizden Polsha bilan Kasoshkaga tutgan pozitsiyamiz bilan o'xshash bo'ldi. Kasoshka deganimiz 1817 ve 1767 yılgacha Çar Rossiyaning tajovuziga qarshi turgan polak ofitseri. Demak, shu vaqtda Angliya bu ofitserga qanday muomala qilgan bo'lsa, Kasoshkaga qanday muomala qilgan bo'lsa, bugun bu Angliya Yakup Beyga shunday muomala qildi. Endi qanday muomala qilganligi to'g'risida tarixda gap bormi yo'qmi, uni bilmadim vatandoshim.
Asoşkağa tutan pozisiyimiz bilen okşaş boldu. Cüngulukla yeni baştan köpürülüp gelip, bizni Otur Asiya'nın işini texime çoğunkur oynanışqa mecbur kılganda, kançılık karşı fikirle bolğanlığından kat'i nazar, Otur Asiya'da kandaklı bolmuşsun. Üçüncü bir küçlük devletle mevcut bulup turğanlıqqa sel qarab kelgenligimizni sezdi. Ait eğer tahlil kılgan eğer cümle. Hem Rusların bu devletke tecavüz kılıp girişige yol koyuşu başladı. Sen mi? Rusların Yakup Bey devletine, Uyguristan devletine tecavüz kılıp girişige yol koyuşu başladı. Yani Angliya karab durduk, yol koyuşu başladı. Bu iki devlet oturuşu dostluktan başka hiç mi yok idi. Umumen batırlıkni, adaletni, mihmandostluqni ve akgönüllükni yaktırdığın qayil yusunluq kişiler bu cihetki güzel ahlakni özü xeli mücessemligen bu zatqı dostana muamele kılattı. Yakup Bekler. Ama onların kolundan çoğunkur istaşlıktan başka iş gelmeydi. Yaki teximi ene qilib aytsak, buningda mustahkam bo'lgan aloqani tutashtiradigan rishta mavjud emas edi. Hindiston hukumati Yakup Bekni qo'llab boshqalar qarshi turganda, kishilar e'tirof qilmagan ishni qo'llagan bo'lib qolganligini his qilatdi. Teximi jiddiy ishlarning besimosida bizning otli g'ozi bilan bo'lgan munosabatimiz kishilarning nazaridan tushib qolishga boshladi. Emirgi şundaq pozitsiyadan Yakup Bek'e, şundaq pozitsiyada bolğanlığımızdan iş derhal yamanlışqa başladı. Onun hükümranlığının ahırki 12 ayda onun siyaseti Angliyani yaklaştın, Rusya'ni yaklaşqa özgerdi. Ama biz yeneler özümüz tertiplik, muhkem siyasetimizle devamlaştırdık. Yakup Bey bizge nispeten Afganistan hükümranındaki izchil ta'sir ko'rsatib ketolmadi. Amaliyotda onun devleti kirishmi, Tibetga kirishdimi tasdik to'xtagan edi. Demak, bular hammasi amaliy faktlar vatandoshlar. Biz uchun aytganda Ruslarning yarkanda turg'ini urushqa va ichida dushmanlik saqlab kelayotgan junguluqlarning lihosati turg'inidek xavfli emas edi. Yig'ib aytganda Angliya bilan Qashqariyaning dushmanlashishiga asos bo'lmag'achqa o'zaro do'stona munosabat o'rnatgan edi. Ammo ularning munosabati odatdagi munosabat edi. İki o'tirdi bir-birining baxtsizligi uchun ko'z yoshi qilib, bir-biriga olmon aytishdan boshqa hech yo'q edi. Demek Angliyaning diplomatik qo'llashi hozir yuz tashlab qilishga o'zgardi xolos. Xolos, Yakup Bey davri. Chin ma'nidan aytganda ikki davlat o'rtasida ittifoq bo'lmagan edi va o'zgarmaydigan mustahkam do'stlikmi mavjud emas edi. İki davlat qisqagina bir mazgil o'zaro ancha-muncha yuztashlik va yaqinchilik qilishgan bo'lsa-mu, lekin keyinchi ularning munosabatiga uzoqcha o'zgarmaydigan sovuqchilik tushgan edi. 1870-yildan ilgari Robert Shaw efendi tutashtirgan uchqun Sir Forestdan guppan etib ulg'aytish orqasida yalqin aylandi-yu, o'chib qoldi. Onun o'chishiga ergashib kishilarning hech nimadan qo'rqmas bir qancha botur tarafidan selingan ul ustida mustahkam munosabat o'rnatish to'g'risidagi o'y fikrlarimi o'chishga boshladi. Mayli, biz ehtiyot qilgan bo'layli yoki bo'lmayli, samimiy bo'layli yoki bo'lmayli, mehribon bo'layli yoki bo'lmayli. Yakup Bey bizden medet kutib Rusiyaga urush e'lon qilganda uning qo'lida bir tal shalpaqlidan boshqa bir narsa yo'q edi. Bu mecik kız oldu, bombadı bu amca. Bu bataryayı mı bombadı?